Qadrli do'stlar, Oqariqda 5,5 sotiq hovli uy mahallasi. Kirganda bu tomonda bitta xona, ochiq ayvoni bilan. Ba'da hammom. To'g'ridan uy solib, keyinchalik buzib yuborsa bo'laveradi. Va alaykum assalom. Hojatxona. Ba'da yozgi oshxona. Havo yaxshi bo'lganda bemalol ovqat qilib beradi. Ba'da oilaviy bemalol o'tirib ovqatlanadigan xona. Mana ba'da yana bitta oshxonasi, qishkisi. Bu tomonda kladovka endi. Mana. Bu tomonda to'rxona uy bor, hozir ko'ramiz kerak. To'rt burchak joy azizlar. Kirganda bitta xona, endi kosmetik remont qilish kerak. Ataplinalar bor, oyoqdagi pol. Ba'da yana bitta xonasi mana. Uyda harorati yaxshi, issiq. Ba'da 3-xonasi. Omad san'at saroyiga ham yaqin joyda joylashgan. Masalan, mana shu uyning narxiga 3 xonali novostroyga beryapti. Bu 4-xonasi mana. Tashqarida bitta xona bor, 5 ta xonasi bor. Gaz, svet, suvlardan muammo yo'q, rayon zo'r, xona-qo'shnilar yaxshi. Pullari kelishilgan holatda sotiladi.